Men Sattorov Ulug'bek Fayzullayevich O'zbekistondan, Navoiy shahridan Alisher Navoiy nomidagi xalqaro jamoat birlashmasi raisiman. Bo'ldim? Kitob haqida. Kitob inson uchun yangilikni, dunyoni ochadigan vosita. Kitob insoniyat tomonidan yaratilgan buyuk mo'jiza. Har qanday yutuqqa erishgan shaxs, har qanday sohada boy bo'lgan shaxs kitob orqali boy bo'lgan. Ma'naviyati boy odam boy bo'lgan. Kitob moddiy manfaatdan ko'ra ustunroq, ma'naviyatni ustun qo'yadigan bir vosita sanaladi. Hammalaringizni kitob o'qishga chaqiraman. Kitob bu mo'jiza. Rahmat.